dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bugun Toshkent viloyati Chinoz tumani 2-sonli umumta'lim maktabida O'zbekiston Yoshlar ittifoqi Chinoz tumani kengashi tomonidan yil sardori ko'rik tanlovining hudud bosqichi o'tkazilmoqda. Ko'rib turganingizdek, tanlovda birinchi hududdagi joylashgan maktablarning eng faol maktab sardorlari hamda ular yetakchilari hamkorligida ishtirok etishyapti. Bu tadbir juda ham qizg'in tarzda hozir esa 4-shart yakunlanish bosqichida turibdi. Barcha sardorlarimizga omad tilaymiz. Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik O'zbekiston yoshlari. Jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib. Mana bugun Chinoz tumanining 2-maktabida 1-sektor hududining yil sardori ko'rik tanlovining hudud bosqichi bo'lib o'tmoqda. Ko'rishingiz mumkin, juda qizg'in bahs bo'lyapti. Bunda 7 ta maktab ishtirok etyapti. 7 ta maktabdan o'ziga ishongan mard sardorlar ishtirok etyapti. Mana men ham 40-maktab o'quvchisiman. 40-maktab o'zimizning maktabda bo'lgan tadbirda g'olib bo'lib, hudud bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritdim. Hozir ham o'zim qatnashmoqchiman. Avvalambor assalomu alaykum. Bugun biz Chinoz tumanida hudud yil sardori hudud bosqichini olyapmiz. Biz 26-maktabning kamalak sardoriman. Maktab kengashida birinchi o'rinni olganim sababli hudud bosqichiga chiqdim va hudud bosqichida ham muntazam ishtirok etib boryapman. Ko'rib turibmizki, sardorlarimiz juda ham faol. 8 ta maktabdan eng namunali sardorlar yig'ilgan va muntazam faol ishtirok etib bormoqdalar. Birlashaylik O'zbekiston yoshlari.